Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli futbol muxlislari, Futbol News kanali o'z ishini boshladi. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Biz boshladik. Abbosbek Fayzullayev, hali imkoniyatimiz bor. CSKA yarim himoyachisi Abbos Fayzullayev Rossiya Kubogining javob uchrashuvida yaxshi natijaga erishishga ishonmoqda. Albatta, CSKA hali javob uchrashuvida Zenitni mag'lub etishi mumkin. Bizda hali Rossiya Kubogi superfinalga chiqish imkoniyati bor deb fikr bildirgan Abbosbek Fayzullayev. Eslatib o'tamiz, birinchi o'yinda CSKA mehmonda 0-2 hisobida mag'lub bo'lgandi. Javob o'yini 14-may kuni Moskvada bo'lib o'tadi. Claudio Ranieri Eldor Shomurodov haqida. Eldor jamoaning eng asosiy futbolchisi. U o'zini o'yinga 100% bag'ishlaydi. Ko'p marta bosim ostida ishladi, lekin umuman ortga chekingani yo'q. Uni aynan shuning uchun yaxshi ko'raman. Eldor tilla yigit deydi rimliklar ustozi Claudio Ranieri. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov Romaning aprel oyidagi eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Qadrli futbol muxlislari, bizda hozircha shular. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Sog' va salomat bo'ling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.